Obunachilarimiz qanday Marlon Shoti agar texnik ko'rish mumkin. Benzinli salarkali 360 gradusga buriladigan 192 190 salarkali hammasidan olib keltirib qo'yganmiz akalar. Hozir buni to'liq obzor qilamiz. Sizlar bundan kanalimizga bitta like bosasizlar, obuna bosasizlar va kommentariyga yozib omad so'zini yozib va narx so'zini yozasizlar. Narxini kommentariyada sizlarga aytib o'tib ketamiz akalar. Unda boshladik. Birinchi o'rinda akalar 190 benzinli 90 gradusga buriladigan Kentaur motoblogini tanishtirib o'tib ketamiz akalar. Birinchi o'rinni ko'rishingiz mumkin. 29-oktyabrda chiqqan 2025-yil hech qancha bo'lmagan bu chiqqaniga yangi mahsulot akalar. Akkumulyatorlar 12 lik katta akkumulyatordan bo'ladi akalar. Vozdixlari maslinni ko'rishingiz mumkin. Vozdix ancha katta qilib ishlangan akalar. Bu vozdix motorga chang o'tkaza olmaslikda vazifasini oladi va motorni ovozini pasaytirib beradi. Ancha kerakli narsa bo'ladi ekan. Bu balonlari 600 ga 12 Cherokee katta balonda joylashgan bo'ladi akalar. Bu turgan joyda 90 gradusga bemalol burilish vazifasiga ega akalar. Orqa o'qlari ham ancha katta qilib ishlangan akalar. Keyin bu starter va rushnoy zavodit bo'ladi akalar. Keyingisi Kentaur brendidan salarkali 190 mini motoblog bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham 2025 1029 bu ham bu bilan bir xil vaqtda chiqqan akalar. Buni vozdixlari ham maslinli bo'ladi. Bu salarkali motoblog ko'rishingiz mumkin. Benzin baklari 4 litrli bo'ladi. 190 ya'ni 15 ortiqchili motoblog. Ranglarni ko'rishingiz mumkin. Tifiniga kulrang aralashtirilgan bo'ladi akalar. Rangi ancha chiroyli rangdan qo'yilgan bo'ladi akalar. 190 15 ortiqcha bo'ladi. 600 ga 12 Cherokee katta yo'g'on balonlar qo'yilgan. Karofkalari ham ancha katta qilib ishlangan boshqa motobloglarga nisbatan akalar. Buni narxini ham kommentariyaga o'tib narx so'zni yozsalaring, albatta kommentariyada aytib ketamiz. Bunisi ham 190 faqat shuni qizil rangligi bo'ladi. Bu ham Kentaur brendidan, bu ham 29-oktyabrda chiqqan motoblog akalar. Bularda hamma yo'l bir xil, faqat rangida farq bor. Narxi ham bir xil akalar. Narxini kommentariyada aytib o'tib ketamiz. Keyingisi 192 Skyline firmasini bu 0 gradus ya'ni bu 90 gradusli bo'lmaydi akalar. Buni ham oldi LED farali bo'ladi akalar. Vozdixi ozgina kattaroq qilib ishlangan. Bu ham maslinli, lekin mana shu yergacha masla quyiladi. Qolganlarini yarmigacha masla quysa bo'ladi akalar. Bu ham 2025-yilda chiqqan mahsulot akalar. 192 bo'ladi. Orqa o'qlari ham ancha katta qilib ishlangan. Bu motoblogimiz turishini ko'rishingiz mumkin. Buni ham narxini albatta kommentariyada aytib ketamiz. Keyingisi 190 360 gradusga buriladigan mini motoblog bo'ladi akalar. Buni ya'ni ikkita richaga bo'ladi, keyin bossalaring xohlagan tomonlarga bursalaring bo'ladi. Bu ya'ni yurib turganda zubrlarni motoblogga qo'yilgan vazifasi, ya'ni o'ng tomonni bossalaring o'ng tomonga, chap tomonni bossalaring chap tomonga burilish xususiyatiga ega akalar. Buni ham narxi kommentariyada bo'ladi. Kimga bundan tashqari 7 ot kuchli mini traktorlar yoki undan ham kichkina bo'lgan 5 ot kuchli mini traktorlar yoki undan katta bo'lgan super mini traktorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar akalar. Buni hammasini komplektida mana bunday 5 qatorli frezalar va bitta agatlardan qo'shib beramiz akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun kattakon rahmat akalar. Likelarni bosamiz, obunalar bosamiz. Biz yaqinda 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak akalar. Sizlar qo'lga kelgancha podpishka qilsanglar akalar, biz sizlarga bundan keyin ham sifatli va bundan arzongina kontentlarni chiqaramiz akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Like, podpiska, obuna va kommentariyga narx so'zini yozib qoldirasizlar akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat.